Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Zelenskiy ortiqcha muammoga aylandimi? Davosdagi Jahon iqtisodiy forumi G'arb ichidagi tobora chuqurlashib borayotgan bo'linishni yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan birga odatdagidek homiylar qo'llab-quvvatlashiga va ko'proq mablag' olishga umid qilgan Kiyev rejimi uchun bu kutilmagan zarba bo'ldi. Barcha umidlarni Donald Trump barbod qildi. Ko'rinishidan uni Ukraina tobora kamroq qiziqtirmoqda. Bu nimaga olib keladi? An'anaviy bu yil 56-marta o'tkazilayotgan Jahon iqtisodiy forumi Davosda noodatiy sharoitlarda bo'lib o'tmoqda. Asosiy intriga Trumpning chiqishi. Ukraina masalasi kabi odatiy mavzular darhol ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Xususan Trump Shvetsariyaga yetib kelishidan oldin Oq uy manbalari xabariga ko'ra, Trump Zelenskiy bilan uchrashishni umuman istamasligini ma'lum qilgan. Zelenskiy esa oxirgi daqiqagacha bu uchrashuvni Trump qabul qilishini umid qilgan edi. Natijada u Ukrainadagi energetika inqirozi bahonasida Davosga parvozdan voz kechdi. Aslida esa AQSh prezidenti jadvaliga kira olmagani sabab edi. Keyinroq Trump baribir Zelenskiy bilan uchrashishni va'da qildi. Kiyev uchun stavkalar nihoyatda yuqori edi. Katta yettilik Davos forumidan amerikaliklar bilan Ukraina bo'yicha umumiy pozitsiyani ishlab chiqish uchun foydalanmoqchi edi. Xususan, xavfsizlik kafolatlari masalasida. Shuningdek, mojaradan keyingi tiklanish uchun 10 yil davomida $800 milliard ajratish rejalashtirilgan edi. Ammo bu g'oyadan ham voz kechishga to'g'ri keldi. NATO ittifoqlari o'rtasida konstruktiv muloqot yuzaga kelmadi. Grenlandiya masalasi sababli. Shunisi ham diqqatga sazovarki, Emmanuel Macron AQSh prezidenti kelishidan oldin Davosni tark etgan. Trumpning Davosga kelishi va nutqi haqida. Trump kechikib yetib keldi. Uchish paytida muammolar yuzaga kelib, samolyotni qaytarishga va bortni almashtirishga to'g'ri kelgan. Ammo baribir unga to'liq zal kafolatlangan edi. Trump har doimgidek o'ziga xos uslubda gap boshladi. AQShni butun sayyoraning iqtisodiy dvigateli deb atadi. Shuningdek, Davosda uni do'stlar ham, ayrim raqiblar ham o'rab turganini ta'kidladi. Keyin esa tanqidlar kuchaydi. Men Yevropani yaxshi ko'raman, buning ravnaq topishini istayman, ammo u noto'g'ri yo'nalishda ketmoqda, dedi prezident. So'ng eng kutilgan mavzuga, Grenlandiyaga murojaat qildi. Trump hazillashib bu masala haqida gapirmoqchi emasligini, biroq aniq muammoni e'tiborsiz qoldirayotgandek ko'rinmasligi uchun baribir to'xtalishga qaror qilganini aytdi. Bu ajoyib ulkan muz bo'lagi faqat Qo'shma Shtatlar himoya qila oladi, deya yana bir bor tushuntirdi u va AQSh 2 asr davomida orolni qo'lga kiritishga urinib kelayotganini eslatdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir bu borada zudlik bilan muzokaralar olib borish strategik, milliy va xalqaro xavfsizlik uchun zarur ekanligini ta'kidladi. Ukraina masalasiga kelganda esa Trump bu uni unchalik qiziqtirmasligini ochiq ko'rsatdi. U AQSh bilan Yevropa o'rtasida katta va go'zal okean borligini eslatib, shu sababli amerikaliklarning bu mojaroga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Shuningdek, qilinayotgan yordamni qadrlamaydigan odamlarga ketayotgan ulkan pul mablag'larini tilga oldi. Bu Kiyev rejimidagi korrupsiyaga ochiq ishora edi. Zelenskiy bilan Trumpning munosabatlari boshidan yaxshi bo'lmagan. Mojaroni tezda hal qilishni va'da qilgan AQSh prezidenti Rossiya bilan muloqotni qayta tiklashga urg'u berdi va bunga Zelenskiyning mutlaqo noadekvat munosabatiga duch keldi. Kiyev rahbari Oq uyda haqiqiy isterikalar uyushtirgan. Shunga qaramay, u pul so'rashni davom ettirdi. Washingtonda esa unga aniq aytishdi. Moskva bilan munosabatlarni normallashtirish AQSh tashqi siyosatining ustuvorligi. Kiyevning barcha istaklarini qondirish endi rejalashtirilmagan. Davosga Rossiya delegatsiyasi ham yetib kelgan. Unga prezidentning maxsus vakili Kirill Dmitriyev boshchilik qiladi.
AQSh vakillari bilan uchrashuvlar oldindan rasman tasdiqlangan edi. Kun tartibida albatta boshqa masalalar qatorida Washingtonning Ukraina bo'yicha tinchlik rejasi ham bor. Yana bir muhim jihat, 22-yanvar kuni aynan Davosda Trump yaqinda tuzilgan Tinchlik kengashi nizomini imzolashni rejalashtirmoqda. Ma'lumki, u bu kengashga Vladimir Putinni ham taklif qilgan. Trumpning Ukrainaga munosabati, Rossiya bilan aloqalari va Yevropa yo'nalishidagi harakatlari Kiyev rejimi hech qanday xom xayollarga berilmasligi kerakligini yaqqol ko'rsatmoqda. Zelenskiyning Shvetsariyaga safaridan voz kechishi ham uning o'zi asta-sekin tushunib yetayotganini ko'rsatadi. Bu uni cheksiz tinglashmasligini bildiradi. Yaqin vaqtgacha Ukraina tomonida Rossiyaning strategik mag'lubiyati g'oyasiga berilib ketgan yevropaliklar faol chiqish qilgan edi. Hozir ham ular so'zda Kiyev rejimi taqdiridan xavotir bildirayotgan bo'lsalar-da, vaziyat tubdan o'zgardi. Xalqaro kun tartibini NATO hamkorlariga aynan Trump majburlab qabul qildirmoqda. Venesueladagi operatsiya, Kolumbiya, Kuba va Meksikani bo'ysundirish haqidagi bayonotlar hozircha havoda osilib turibdi. Grenlandiya esa Yevropa uchun og'ir zarba bo'ldi. Buni shunchaki e'tiborga qoldirish qiyin. Yevropa ittifoqida hatto AQSh bilan aloqalarni uzish haqida gaplar paydo bo'ldi. Razvedka ma'lumotlari almashinuvi esa allaqachon to'xtatilgan. Bo'linish chuqurlashmoqda. G'arb misli ko'rilmagan bo'linishni boshdan kechirayotgan bir paytda Ukraina masalasi tobora ahamiyatini yo'qotmoqda. Kiyev rejimiga yordam haqida gapirishni davom ettirish Trumpni g'azablantirish bilan barobar. Qolaversa, Yevropa ittifoqining mablag'lari ham tugab bormoqda. Zaxirada pul yo'qligini xususan Vengriya bosh vaziri Viktor Orban ham ogohlantirgan edi. Trump har doim ittifoqchilar o'rtasida xarajatlarni adolatli, uning tushunchasiga ko'ra taqsimlash tarafdori bo'lganini inobatga olsak, u hozir ularning yukini o'z zimmasiga olishi dargumon. Shu bois Ukraina uchun Davos 2026 forumi shunchaki xavotirli signal emas, balki qulashning darakchisi bo'lishi mumkin. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.